Salam tuqqanlar, bugun oila hamburg bo'lgisi etishni o'rganamiz. Etish usulum intayin oddiy. Haftalarliklarda balalarimiz bilan birga essak yoki etib bersak, buning xushalliqi gap to'g'ri kelmaydigan. Unda boshlab ketaylik. Bir qanchimizga muvofiq miqdorda un, ozroq ko'ptirgich, bir qo'shiq shakar, bir tal tuxum va ozroq ilman suv qo'shib elashtirilib, Andın bunu xamir qilib bo'lgandan keyin ustiga ozroq sumay yoki seriq may ilashtirib, chaylab xamir qilib yaxshi ishlab olamiz. Xamirimiz yo'g'irib bo'lgandan keyin ustini boshqa mo'vla yo'gab, bir soatlar atrofda tindirib ko'p turamiz ungacha. Andın to'qning pachaq go'shtini tayyorlab usqini arvatgandan keyin ustiga zanjibil, so'ng piyozlarni silib, ozroq un loza, zirqirmush va sumaylarni silib, ozroq vaqt tamlamtirib olamiz. Andın bir qanchimizga muvofiq miqdordagi un qo'shib, bayam tamlantirilgan to'q go'shtimizni bir milab, orqadan bir qanchimizga suvga bir chilib atgandan keyin unimizga yana qayta bir milab unlarni yaxshi yepishtirib atgandan keyin qazimizga ko'proq may qo'shib, normal qizg'an vaqtimda misal to'q go'shtimizni sarg'aytib pishirib ilib olsak bo'ldi. Orqadan xamirimizni ko'p tayyor bo'libdi. Ko'p turib olgan xamirimizni misal uşaq parchalarga bo'lib, bunu zuvul qilib olgandan keyin, ustini suv namdab, orqadan kunjutib besib, lisimizga tizib, to'qopimizni oldin qizdirib olib, buni birdan qo'ysak, taxmi o'zini ishkasi ko'pidi. Ondan to'qopimizni 180 gradus atrofida qizdirib, 15-20 minutlar atrofida pishirib olsak, bu bulkimizni tayyor bo'ldi. Rastlan məxsus yürkonlar ehtiyaj qolib qaldı müsümlük tuqqanlar meni qo'llash yusidan meni qo'shib olib yurak besib alt raqamni ko'proq yo'llab qo'ysanglar, mana o'xshagan hamburg bulkimizni tayyor bo'ldi. Tayyorlab olgan narsalarimizni uslab qo'yib, episeklam bozorlarda o'xshab ketgan hamburg bulkimiz tayyor bo'ldi. Qani sizmi oilasini beqing.